Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, qadrdonlar. Men sizlarga bugungi kunda bo'layotgan tunaki fon ishimizni tugash jarayonini, bo'layotgan jarayonni bir ko'rsatib o'tmoqchiman. Bu tomonimiz ko'cha tomonimiz. Bunaqa pajarniy xotlari bo'lgan, bir 2 dona. Kichkina joyimiz ham bo'ladi, hali bitmagan. Bu karnizlariga kapalaklardan qo'yamiz, hali yaltiroq chiroylilaridan. Bu tomonimiz ham joyimizga bitta oyna rombi qo'yamiz, tashqari tomon ko'cha tomonimizga. Darvozadan kirganimizda bu darvozaxonamiz uzunasi 21 metr, eniga 6 metr. Bu joyimiz ham 90% ga bitgan. Bu chekalarimizga Novo, manaqa turbali Novodan qo'yib beramiz. Bu joyimizga bitta 2,5 metrlik kosmos, ikkiga nari tomonimizga ham bitta 2,5 metrlik kosmosimizdan qo'yib beramiz. Kosmosimizni qo'yardik, endi hozir tayyor bo'lmagan. Kelsa qurib beramiz. Bu joyimiz haligi MD fason deyiladigan MD fasonimizni tunaka qo'yilgan variantidan. Bu joyimiz ham xuddi shunaqa holatda bo'ladi. Bir xil fason. Bu yerga ham bitta 180 lik kosmosimizdan qo'yamiz. Ko'riplar yopiladi. Bu tomon ham bir-biriga qo'shilib chiroyli bo'lib ketadi. Bu joyimizda общий hisoblaganimizda 600 kvadratdan necha oshiqroq bo'lgan. U orqa tomoni ham shapkasi bor, ikkiga mo tomoni ham bor, bu koridorchasi ham. Orqa tomonga o'tib ketadigan joyi. Bu joyimiz ham bor. Keyin u orqa tomonda shapka tomoni bor. Shu uzunligi 20 metrdan oshiqroq joy. Shu общий hisoblaganda 600 kvadratdan oshiq bo'lgan. Hozirgi kunda 120 mingdan 140 ming so'mgacha qilib beryapmiz. Men o'zim ustaman. Har doim o'zim borib ko'proq bir hollarda o'zim ishlayman. Agar tunaki fon qilish xizmatlar bo'lsa, bemalol murojaat qila olasiz. Vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Vohalarga ham, tog'ning nari tomonlariga ham chiqamiz, kvadratiga qarab. Ozroq bo'lsa to'g'risi qoplamaydi u tomonlar.